أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الحرابة. حرابة يعني urushish, jang e'lon qilish degan ma'noda. Kitabul Hirabni odatda mazhab kitoblarda yoki boshqa mazhablarda Kitabi Qutta'at Tariq deb ataydi. Bulanchilar, qaroqchilar degan ma'noda. Wal aslu fi hada al-kitab, mush bo'limda asas dalil Alloh taolaning so'zidir. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. مش آيات أساس دليل. يعني الله ورسوله karşı uruş kıldıqlarının cezası öldürülüştür. Yuqattar. Ya ki çarmıqqa eslisinde deymiz, salbının deymiz, kres şekilde esiliş. Avtoqattaydiğim arjulumun kılar. Ya ki kolları çapraz şekilde kesiliştir. Av yunfav minal ard, ya ki qalınış. Ve müşahede bir kan cezanı sınadı, 4 xil cezanı sınadı. Bunun aralığında av degan ihtiyar qilish harfini işletdi. Yani yuharibun Allah ve Resulullah diyen Allah ve Resulullah karşı uruş açıdığallah, uruş kıldığallah diyen yani Allah ve Resulünün evliyaları, yani müminlerine karşı diyen ma'noda. Yani Allah ve Resulullah Allah canışamaydı. Şu zamandaki Müslümanlar karşı, Müslümanlar cemaatiga karşı şunun aramını buzub, ensizlik selep, qo'rqitib, mal mulkini bulab, o'tirab qildilar demiş. Qaroqchi bulanchilar. وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين. Muş ayetni ko'pchilik olimlar shu o'g'ri, qaroqchi, bulanchi degandek ashunda yo'lni to'sab adam bulaydigan qaroqchilarda nozil bo'lgan deb qaraydi. Muharibin degani o'sha Qutta'at Tariq demakchi. Yani jumhur mufassirlar Qutta'at Tariqda nozil bo'lgan demakchi. وقال بعض الناس إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. Hadiste kelişçe muttafaqun alayhi hadislerde bazı Öreyne kabilesilik bazı kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna Medine'ye hicret qilib kelib Müslüman bo'lgan. Müslüman bo'lgandan bunlar Medine'de bir müddet turist jarayonida Medine'nin havası yoqmaydi. Arablar shahar havası kunamaydigan bo'lsa, shu sap havada sahroda yashashda undan tinsaqlanmagan bo'lsa, Medine'nin havası demakdek ulab Avrupa'dan bo'ldi. Avrupa'daki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla şahının sırtındaki sahroda beklayotgan zakat tugilari var. Devletning zakat tugilaridan falana yayliq chiqib aşağıdaki bizden zakat tugildan sütini, suyduklarını içip davolanib saqiyilinglar deb shu yerga yo'llagan. Yo'llaganki u bir muddat davolanib saqiyib, undan u padichini o'ttirib tugini bulab qochgan. Qochganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oqidan qo'g'iltib, ularni tutib egilib, qo'llarini kesib, ko'zni o'yab, Medine'ninki qarasayliqiga tashlab qo'ygan. Shu yerda o'lgan bo'lgan. Bu hadis shu voqelikni ko'rsatdi. Hadisul uraniyin deymiz. Sumilat degani shu ko'zni o'yatdi, kuyatdi degan ma'no. Ya'ni bir mixtak narsa bilan yoki kishini qizitib bilan ko'ziga tiqib ko'zni qo'ydi. Istaqo degan tuglarni haydab qochdi, haydab ketdi. Saqa deymiz bu. Demak, hozir az sonliqning demak cho'g'ini buni murtad bo'lib ketganlar demakchi.
ilgirki Jumanın qarşı bu murtad musulmon, lekin qaraqchilik qilganlar, bulanchilik qilganlar. Ma ikkinchi qarash murtad bo'lib ketganlar demakchi. والصحيح أنها في المحاربين. To'g'ri qarash shu qaraqchilar bulanchilda nazil bo'lganlik shu to'g'ri. Liqawlihi ta'ala illallazina tabu min qabli an taqdiru alayhim. Chunki shu oyatning oxirida faqatlam sizlar ularni tutib qo'yguchi tövbe qilib olganlar deb kelgan. Walaysa adamul qudrati alayhim mushtaritatun fi tawbatil kuffar. Lekin kafirlar tövbe qilish uchun bizning tuta olishimiz, tutamasligimiz degan unda bir shart yo'q edi. Kafir degan tövbe qilish qachon qilsin? Qul lillazina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Musulmon bo'lgan lekin gunoh qilgan musulmonlar üstüne tövbe bo'lganlar degan gapidan biza bu murtadlar haqida emas, musulmonlar haqida nazil bo'layotgan deyilamiz deydi. Mush isbotlar. Sabaqiya annaha fil muharibin. Undan keyin bu murtadlar haqida emas, o'g'ri qaraqchi musulmonlar haqida nazil bo'lgan desak shu to'g'ri demakchi. Ya shu iymon etishini tövbe deymiz. Qul lillazina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Shu mutaba yani, taba ila rushd yoki ila islom. Ma'vamda nima? Siz murtad bo'lgan desak, bu irtidodni bir gunoh. Xato desak, bu unda tavba qilib islomga qaytadi deymiz. Ya, buni hamda o'g'ri bulanchi qaraqchi bo'lib qolsa, uni biz eklashdan burun o'zi men tavba qildim deb kelsa yoki o'zi ma'lum qilsa, bu duo qilinadi. Yani tavba qilganlar kanchilik qilinadi degan prinsip shu. Hatta munofiqlar qilmasdan illa man tab ayetli bayan shu nifaqdan, kufrdan insana tavba qilsin. Demak, hozir mush oyat qutta tariq nazil bo'lgan desak, mush bo'limda nas darajalik asosli dalil bo'ldi. Hozir mush bo'limni hammasi mush oyatdan tafsirdan iborat xolos. Mush kitobul muharibinda mush oyatni tafsir qilib o'tibdi. والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في 5 أبواب. أحدها النظر في الحرابة. الحرابة هي نما زاده. قراقچلق مو بلانچلق مو نما. والثاني النظر في المحارب. من قراقچي kişiler qanday kişilerden ibarat. والثالث فيما يجب على المحارب. Bunda qaraqchilarga biz qanday jazo beramiz? Ar-rabi' fi musqitul vajib anhu. Qanday ahvolda tavba qilsa yoki boshqa bir ahvol bo'lsa, shu jazoni tushiritilgan ishlar. Va ya tavba deb qo'yadi. Ya'ni tavba qilsa jazo tushib ketadi. Wal khamisu bimada tathbutu hadhihi al-jinoyat. Mush jinoyat nima bilan isbotlanadi? Isbotlanadi degan gap. Undaqkin bo'lgan jazosi hozir mush oyatda tartibgan bo'yicha o'ldirilish jazosi va ondan shu kirish shaklda yog'ochga mixlanib kesilish jazosi va ondan qo'l putni kesish masalasi va ondan qalash masalasi. Al-babul awwal fi an-nazar fi al-hiraba. Mush qaraqchilik, bulanchilik degan nimadan iborat? مشننغا بالقريله فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. يعني شهرنا sırtıda adamlarda yok. Yardım talep biz kutuzanlardan kutuzanmaydigan aşında bir yerde yolu için aldın tosap kural tanlap bulaştığın ibaret. Bulaydı ya adamı öttürdü ya ki korktu. Yani biz qaraqchi deymiz endi. Demak bu ochiq oshkor qilgan narsa bu. O'g'irlik qiladi, yo'shirin olgan ishda. Majinoyat hozir ochiq oshkor, lekin yordam qilgan, qutqizgan odam yo'q bir yerda qilingan jinoyat. Vaqtalafu fi man haraba dakhil al-Misr. Unda shahar ichida yezikan ichida adamizat ba mahallalarda buni muhariba qilib adam bo'lib yo'lni to'sab qaraqchilik qilgan ahvolda ixtilof bo'ldi. Faqala Malikun dakhilul Misri va kharijuhu sawa. Imom Malik shahar ichi bo'lsin, sirti bo'lsin o'xshash deb qarabdi.
Lekin shahar ichida o'xshash bo'lmaydi. Nima uchun desa, shahar ichida birsin bulab talab qilgansa, odamlar bor, ancha-muncha o'y nima ish bu deb qutqizishga odam kirdi bo'lma. Shaharning sirtida bu odam yo'q. واشترط الشافعي الشوكة. İmam Şafii aş qaraqçının zo'r kuchi bo'lishi lozim deydi. Ya'ni qo'rqdi. Bular qilgan bir zo'r bir kuchi bo'lishi kerak. Va in kana lam yashtarat al-adad. Sanni bitmagan bo'lsa, masalan, ba'zilar to'bash adam bo'lsa, undan bulan qiladi, qaraqchi nisbat bo'ldi desimi, deydi sanni belgilamay, lekin shu qo'rqdi. Zaxlantirib adam o'tiradigan kuchi bo'lib qolsa, bu chaqda bu muharib qildi debdi. Bulardan o'tmay, mamnun bo'lgansin shu. Haraba shu. Wa innama ma'na ash-shawkati 'indahu al-quwwat al-mughaliba. Demak, boshqalarga shunda bulab talayoladigan kuch bo'lish lozim demoqchi. Wa lidalika yashtaritu fiha al-bu'd 'an al-'imran. İmam Şafii bulab talayoladigan, zo'rlayoladigan zarbador kuch bo'lsa degan bo'shqa, bu kuch faqatlam shaharning sirtida bo'ladi. Shaharning ichida uni to'xtatadigan ya saqchi yoki shu mahalladagi aholilar uning ishini to'sab qo'yishi mumkin. Undaki shaharning sirtida yengib chiqadi İmam Şafii'ning. لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران. Çünkü ular zo'la xalqni qilayotgan ishtigan mahall ko'ylardan jiroq yerda bo'ladi. Va kadalika yaqul ash-Shafi'i innahu idha da'afa as-sultan wa wujidat al-mughalabatu fi Misr kanat muharaba. Yani İmam Şafii bunda debdi. Endi shahar yoki yezgan mahallada uni to'sigan saqchi va yoki nima badidu. O saksının acizlar, oğlumunda bir gün arışanmaydıgan, bir gün oyun müşkülotsa, tohtarıp to'sanmaydigan, bek yavaş bichar olup kesse, qaraqçının ki, harcamaydigan adamlar küçük ketken bir ahval bolsa, bu çağda şehirdi mi? Yani bulantılan qaraqçılık kıldıgan iş bolsa buludu öyle. Ve amma gayru zalika fe huve indehu ihtilaf. Bunun başkası olsa, da bir hıyanatlık münasibet elölesi ibaret. وقال أبو حنيفة لا تكون المحاربة في مصر. İmam Ebu Hanife o şehirde yeziken kışlaklarda qaraqçılık bulantanan işleri bulmaydı debdi. Bu İmam Ahmed'nin qarışı. Bundan ki şehirde bulantalan qilganligi bu had icra qilinmaydi degan. Ebu Hanife Ahmed'nin qarışida şehir içinde mahalli ko'ylarda bulantalan qilib qaraqçılık qilib qolsa, ularga belgilangan ig'ir jazo ijro qilinmaydi. Lekin jumhur ijro qilindi-da. İmam Ebu Hanife, İmam Ahmad ijro qilinmaydi. Yani bir vaziyetkiler hatto İmam Quduri masalan, İmam Ebu Hanife o'zining zamonidagi Kufa shahrining ahvoliga qarab shunday degan. Kufada bulanchilik qilib, qaraqçılık qilib ketmaydi. Nima uchun desa, hamma xalqning uyida qurol bor. Kılıç, neyziler şu kanun uyda köp koyalım. Şunda oy deb çekirgan ya tuzanlığa avazsızda Kur'an'ı götürüp çıkıp tutuşalaydı, tutuzalaydı. Lakin şehirde şundan bulmaydı ki, lekin keyin ahval o'zgarib haqli o'yda qurol saqlamaydigan, bu qo'rqinchli falan chunmaylik chekilsin, bular shu bo'lsa chiqib tuzanmaydigan, tuzishni qo'rqdi ahval bo'lib qolsa, bu chaqda shahar ichida haraba bo'ladi. Bundan keyin İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ahmed, İmam Şafii hammasi shaharda bexatarlik kuchlari ozliq ahvolda haraba bo'ldi. الباب الثاني في النظر في المحارب. اش قراقچي قندا ادم فما المحارب فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابه. محارب degan ash qaraqchilik qilishdan ilgari bu chiqilishga bo'lmaydigan, uni o'tkazib bo'lmaydigan shunda bir kishi. Lekin qaraqchilik qilgandan keyin o'lim jazosi berilgan. وهو المسلم والذمي. Müslüman ve zimmi. Zimmi limanda şu Müslümanlar ahlilagan kişi bo'lg'achqa, uni qo'llab chekilmaydigan kişi bo'lg'achqa
Müslim ve zimmi ikkisi haraba qilsa muharib bo'ldi. Lekin urush altidagi kafir dushmanlar qilsa haraba bo'lmaydi. Al-babu thalithu fima yajibu al-muharib. Demak, yuqorida al-muharib degan musulmon yoki zimmi bu ikkilaningki bu shu islom davlatida xotirjam yashaydigan boshqa chekilmaydigan kishilar. Bunu qaraqchilik qilib, bulonchilik qilib, shu jamiyatdagilarga a'zolar qilsa, bu muharib bo'lmaydi. Al-babu thalithu fima yajibu al-muharib. Endi shu haraba, ya'ni qaraqchilik, bulonchilik jinoyat shakllangandan keyin bunga qanday jazo beramiz? Wa amma ma yajibu al-muharibi fattafaqu ala annahu yajibu alayhi haqqun lillahi wa haqqun lil adamiyyin. Bu yerda Allohning haqqi va insonlarning haqqi va واتفقوا على أن حق الله والقتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف. Allah Teala'nın hakkını versek, Allah Teala'nın hakkı öldürüş, daraxtga mıxlash, qo'lni kesishdan iborat dedi. Ve nefyu ala ma nassallohu Teala fi ayatil haraba. Yana xalashmi bor. Shu ayatil harabada Allah Teala aniq lafz bilan mujazoni bekitgan. Yani bu Allah Teala'nın haqqi bo'lgandan şu ayetin ahirida illallazina tabu min qabl an taqdiru alayhim yana tavbana yo'qlar. Allah Teala haqqi tavba qilsa Allah Teala o'tadi. Lekin insonning aqli qilsa tavba qilsa o'tadi ya. O'chirmoqdan deyishim. Bir qancha jinoyatni yoki o'ldiringlar yoki tutqunlik qilsanglar yoki qolibdinglar. Bunun shu jinoyatning xarakterining cho'ng'isiga qarata shu jinoyat ishlamdi yoki hozir shundan da Allah adam degan bo'lsa öldürülüp daraxtga mahkumdir. Adam demay bulaqlab qo'ygan bo'lsa, mal-mulkdan bo'lsa, qo'l kesildir. Adam demay malni bulaq talmaydi, qo'qib qo'yadi. Qo'qib qo'ysa talindir. Da sizib baqaldi. واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب. أنا مش آياتها أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفوا أو ديان مش هارب كاغم بوغاشقا bu mushu jinoyat qilganligiga imom qaysi birisini muvofiq tanlab ijro qilish bo'lamdi, ixtiyorlik bormi yoki eng egir adam o'tirib bulan qilganni o'tirib daraxtga maqlaydigan ondan mal-mulklar agar o'ttalga bo'lib qolsa qo'lni kesilgan undan keyin hech qanday bir narsa olmay adam o'tmagan qo'qlan qo'yganini qiladigan ishmi degan masalada qilishlar tushilib qoldi. Masalan, kaffarat oyatlaridan keldi. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن قال قيسان بلدور ينبدو. ففدية من صيام أو صدقة طبعا وما أو كلدان. لكن باختيار بالدرمدو ينبا. فقال مالك إن قتل فلا بد من قتله. أبو قرأت أدم التيم بوسا شكو مترس لازمنا. وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه. إمام قول كسمز ياكي قاليتك وبدا بدا تلاش حقوقه. أدم التيم شكو مترس لازم. وإنما التخيير في قتله أو صلبه. لكن تلاش قچان بولدوسا uni o'tirish va daraxtga mixlashdan. Xuddamda yuqattalu va yusallu bo'ladi. Mashqisini qilib ya o'tirib ya daraxtga mixlash bu bir uni qavmi ikkinchi uchinchida. Wa amma in akhadha al-mal wa lam yaqtul fala takhira fi nafyi. Mana adam o'tmay pulmanni bulgan bo'lsa, bu chog'da qalash masalasida unda tanlab o'tmaymiz. وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وجدا قاليمز دفن قالشن طلمايمز فقط لم يا أترشنا يا دراخي مخلشنا يا كي قولنا كسشنا طلمايمز. وأما إذا أخاف السبيل فقط أدم متامي
mal-mulkni ammay yo'lovchini qo'rqitib qo'ygan bo'lsa, فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. Bu çağda hakim ixtiyor qilgan. Hozir o'tirdi, hozir daraxtni maqlaydi, xolisa tutqonni kesitdi yoki palotdi. Va ma'na at-takhyir indahu bi ixtiyorlik bor deganning ma'nosi Imom Malikning nazarida anna al-amra raji'un fi zalika ila ijtihad al-imam. Imom o'zida ahvol qarab bekitdi demoqchi. فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير أما قندا أهل قرائد olsa أش محارب قراقçı bulançı bu mında bulaş talaşını planlayırlar kallı iş tutup noktadan bulup kalsa plançılap kalsa bu فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه imam bu çağda öldüreşini yaki daraxtı maqlaşını tallaydı لأن القطع لا يرفع ضرره. Çünkü onun kolunu kesip kalsa, onun kallası işler oldu. Yani plan kılıp ben başkanın iş kısırıp kararsızlıkla yurdu dedi. Ve inkâne la ra'ya lehu. Yani onun kallısını işletip planlaydıgan bulmay. Ve innema huve zû kuvvetin. Yani güçlü bir olup kalsa, yani şurada kalkmanın güçlüyle korktu. Emeli çıkıp durduğun, uğrunda durduğun olup kalsa, قطعه من خلاف خون كسبتاي شنو ده ونكه على بشيء وإن كان ليس فيه شيء من هذين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي وندا صفات بومباي قاسا وندا بأعيش باوديش بدران إذا بومبوسا وشغله ونفعل تلمزيد وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع. Bu cumhur alimlar, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed Muşlulan billah. Buldakta muş cinayet ki belge muş ceza şeriatta ma'lum bo'lgan jinoyatga qarta tartib bilan bekitilgan. Adam o'tirishga qisos. Oğuluk kılıp pulmal alınğa kol dikese, qo'qatqanni parlash degandek. Bular tartib bilan etdi. Fala yuqtalu min al-muharibina illa man qatal. Yani adam muttaqilni bo'lib qolsa qaraqsini ichida undan o'ttirmas. Wala yuqta'u illa man akhadha al-mal. Pulmalga chiqilgan bo'lsa undan tutqonni kesilmas. Wala yunfa illa man lam ya'khudh al-mala wala qatala. Adam muttaqay mal mulkini chiqilmagan, ayda qo'qatqanli bo'lib qolsa undan qalindo debdi. Wa qala qawmun wa Abu Thawr'ning qarashi bal al-imam mukhayyarun fihim ala al-itlaq. Qaraqsan bo'lsa, adam o'tdagin bo'lsin, bo'lsin. Mal-mulk chiqilgan bo'lsin, bo'lsin. Qo'qatgan bo'lsin. Işte qaraqsan bu ekan, imom ashu tutqujadan sizin bir tanlab ijro qilish huquqi bor debdi. وسواء قتل أو لم يقتل أخذ المال أو لم يأخذه. وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياته. بيات هلاشتان سببه أو ديان هرب كبرب تقلده مش أو ديان هرب manda qilsa yoki uni qilmay manda jazo basan bo'ldi degan gapmi yoki bu unda ig'ir adam o'tirishdak jinoyat ishlaganini o'tirsa ani yoki adam o'tirgan qilmoqga chiqilgan bo'lsa uni kelsa yoki bu ishga ig'ir jinoyat qilmay adam qo'rqatgan bo'lsa alaysa degan tariqada har bir jinoyatga qarata munosibini tanlab ishlatgan degan ma'noda deydi. Salbu qilsa odam o'ldirishdan ig'roqkan. Chunki buning da boshqalarga ibrat ulash, boshqalarni shunda jazodan cheklash roli bor. Ig'rinishdan. Chunki shu daraxtga maqlashmi shu o'tirishni o'z ichiga oladi. Shu daraxtni maqlab o'tirgan gap shunda. Imom Malikdan Abu Hanifa Shafiiy chiqsa rayi o'xshashlarida. Imom Malik o'xshamaydi. Imom Malik bir yerda o'tirishdan daraxtga maqlashni chiqishning bizni tanlisi bo'ldi dedi. ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. Demek İmam Malik bir kısmını tallaydı demesi ölen bilen daraxtga maqlashni chiqishni tanlisi bo'ldi, lekin qolganini da tallamaydi dedi. واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا. Yani yusallabu degan mushu
sözünün ma'nosi ixtiloflashib qoldi. Faqala qawmun innahu yuslabu hatta yamuta jaw'an. Endi qanda salb qilmas. Salb degan bu kirish shaklida, qo'lni ochib turgan shaklda daraxtga bog'lab maqlaydi. Mesela İsa Aleyhisselam'na çarmıh aynı Hristiyanlar aynı salb degan deydi. Ve ma qataluhu ve ma salabuhu velakin shubbiha lahum. Yani Hristiyanlar biz aslında çarmıhta mahluq deb qaraydi. Lekin başka bir adamning mahluqani. Benim Mısır'daki Hristiyanlar sorsa Mısır'da emas o'tirayotgan 3 kunga tilgan deydi. Bak birinchi qarashda o'lgicha shu daraxtga yog'ochni mahluq qo'yib o'tdi. وقال قوم بل معنى ذلك أنه يقتل ويسلب معا. Aldılar ötürüte, onun dinken cesedine daraxtga esib qo'ymazman. وهؤلاء منهم من قال يقتل أولا ثم يسلب. Bazıları aldılar ötürüp onun dinken asımız diyorlarken وهو قول أشهب من المالكية وقيل إنه يسلب حيا ثم يقتل في الخشبة. Bazılar tirik aletde daraxtga esib Ondan daraxtı ısılık altında adını öttürmez dedi. Bu Hanefi mezhebinin karışı. Zahir rivayette tirik halette ise onunki neyzini sancıkla öttürmez. Öyleyine onda onu kızınandaki onda muslak yerindeki olsa bulmaydı demek için bunlar. Mâli cürhin bimeyyitin ilâme diyendik. وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون من المالكية. ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب aldılan ötürüp onundan kim çarmıhta asımız diyorlar sulli aleyhi indahu qabla salbi onu esişten ilgiri namazını çürütüp ondan asımız yaptı. Yani bu Müslümanların karakterleridir kovunlar. Ve men ra'a ennehu yuqtalu fil khashaba endi shu yog'ochda issiqlik aldılan ötürütümüz neysancı ötürütümüz diyorlar. Yani bir mezheptikiler zahir rivayette. Bu da faqal ba'dhum la yusalla aleyhi tenkilallahu. Onunla texmo, onu edebleşiyattin, yani onu texmo şunda zerbe verişiyattin, namazını düşünmeyimiz, yani kişilerini aşımını nefret öndürüşün, şunu kılmışsın. Namazını düşünmeyimiz deptu. وَقِيلَ يَقِفُ خَلْفَ الْخَشَبَةِ وَيُسَلِّ عَلَيْهِ. Bazıları da şu daraxtga baxlaqlık altında, eskilik altında durup, daraxtdan arkada turupla namazını şiriyordu deptu. وقال سحنون إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه. Biz düşürüp namazını çürütmez dedim. وهل يعاد الخشبة بعد الصلاة namazını çürüp bağlı ki yani esplendo فيه قولان عنه. Asımız asmayımız şu sözkür. وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من 3 أيام. Yani Abu Hanife ve onun şagirdleri yağaçta aslan ahvalda 3 günden artıq onu koyup koymuyor. 3 günden artıq koyup koysa qanday oldu? Sesip durup Müslümanlığa azab oldu. Hem 3 gün içinde ibretleniş dolu bulab buldu. وأما قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. من خلاف degine aşında çaprazda çapraz şekilde kesilir. On koluyla sol. ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. İkinci katım yana tarafsızlık varsa sol kutulan on kutunu kesilmez. Şu oğulluk meselesinin şunday talaşası buldu. وَاخْتُلِفَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ الْيُمْنَى. Yani on kolu bulmayı kasıyor. فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى وَقَالَ أَشْهَبُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى. وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ. Ziminden pahalınış diyen şu ibaretimi kıtladışıp kaldı. فَقِيلَ إِنَّ النَّفْيَ هُوَ السِّجْنِ. Birinci karış Ebu Hanife'nin karşı nefi diye mi ya turma usulaşını gösteriyor. وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته. Yani bir karışta alimler daptı nefilgen bir juttan bir jutta halıtı yürütüp bana. Anı şu jutta turmuzuluk koymaz. وهو قول ابن القاسم عن مالك ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة. Yani bu iki juttinki aralığı en tüven boğançalıdan namaz tasir kılına 85 kilometreden tüven bölge etmesi gerek. Şunda zirafrak bir jutulaş gerek. Bu mesela uzun jutul tuğarla gulak olur. وَالْقَوْلَانِ عَنْ مَالِكِ
yuqoriga ikkili qarash İmam Malik'ten kelgan. Ve bil evvel qala Abu Hanifa ve qala ibn al-Majishun ma'na an-nafi huwa firaruhum min al-imam li iqamati al-hadd alayhi. İbn al-Majishun da bunu nafi degenge imam ma qaraqçın tutumuzda qo'llaydi saqchilar. U qachido mumkin kechib mo'minda qechib o'tib ketishi bu nafi degenge shu. Lekin gachib tutib qolsa undan nafi degan olmaydi. Bu qarash asas. Turmoqda ekandak yaxshi. Fa amma fa ba'da an yaqdira alayhi fala. Bu daptamda tutuvag'indan keyin palash yo'q. Tutumanda qo'llayotgan chog'da bu qechib shu o'zining diyoridan turamay sarsamlag'ida shu nafi degan gap. Burun shu nima deb bo'lsa Uyg'urlar. Masalan, g'aribni palaydida ha, G'iribistonda g'aribni palash shu. Burun shariatning ahkomlari ijro qilingan vaqtda unda palash bordi. Maqalash hozircha shu yer barani turmushida bir qarash tushdi. Bo'lmasa palash yerda o'ylar qarashdan qilib unda hozir İmam Abu Hanifa turmush so'raydi shu palash. Yana birisi boshqa bir jutga yo'tkab shu yerda turmush o'zining jutisi bo'lmaydi. Çünkü özünün jutlu olsa tanışmışlık hep durdu, tamamlan yoklap durdu yani gurbat istilmaydı. Lekin başka ziraat olsa hiç yok. Yani bir qarash ya bu tutumanda qo'llab peyrushganligim bu qachido. Bu shartni qechib yurganligi shu nafi shu. Taqsir salat deganda shu qo'llab sesdan o'tirish qo'la. Unda erkaklarga qo'llab. U boshqa jutga Palayınız gibi baş vücudunun aralık qanchalik bo'ldi? 85 kilometr jiroqlikda bo'lishi kerak edi. Yaqin muddatda demakdir. 85 kilometr yaqin bo'lsin deb bo'lmaydi. Bu yer buni baynal baladayn aqalli ma to'qson aqalli ma to'qson kilometr. Namoz qasr qilgan nuridan eng tuvan cheki 85 kilometr. Shundan yuqori tuvan bo'lmasa yuqori bo'lsin. وقال الشافعي أما النفي فغير مقصود. إمام شافعينا ما قرشنا غلطا. يعني قالش ده أطاعم قالش ينميو. ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع. لكن وشندا قراشلق قلب قشخانكن آخرن qo'llaymiz. Qo'llangan qacha uya qash bunda sarsamlab bizi bo'ladi. Musarsam bo'lganligi nafi shu. Va qila hiya uqubatun maqsuda. Yani bir qarash aciz bir qarashda İmam Şafii'ning vazifida ya bu qarash ayrim bir jazo bor. Faqila ala hada yunfa wa yursanu daiman. Davomkin bu abadiy muqim qonun kitido davomli turmush oldi. Yani bu abad demekdir. Umr va hayot turmush oldi. Ba'zida qanchalik Halayımız dedi o, ömür ve hayat dedi. Ve kulluha an Şafii. Muş qarashdan olmasa İmam Şafii'nin kelgan. Ve qila ma'na aw yunfau. Yani bir qarashda palindu degani ma'nosi ay min ardil islam ila ardil harb. İslam diyardan quvvatimiz buni. İslam diyardan quvvatni bosh kafirlarning bizlar urushayotgan kafirlarning shu quvvat. Masalan bizga dushmanlik qilib, bizning jamiyatimizga qarshilik bildirib, jamiyatning amalligini buzgan ekan, sen bu shu bizlar urushgan kafirning sebebi ketman deb aytimiz demoqchi. Bu İmam Şafii'nin İmam Ahmed'nin kelgan qarash bo'lishi mumkin. Vallazi yadharu wa anna an-nafya taghribuhum an watanihim. Unda ma ibarat nimada ibarat? Mush ibarat tarjih. Vallazi yadhar degan kuchli ekanligi aniq chiqib turgani shuki أن النفي تغريبهم عن وطنهم. نفي degan shu vatandan boshqa yerga pal o'tish, ijroq bilan olib o'tishdan iborat bo'ldi. Liqavli ta'ala ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. Müşahedemana uzan oturanlar ya ki diyarını taşıp çıktılar dedi. Demek müşahede el-qatl ve nefy degandekdir mazmun bor edi. Tasavva bayna an-nefy ve el-qatl. Lakin bu oyatda o'tirish bilan va dindan orliq sarson bo'lish ikkisining darajasidan
baravar bir jazo shaklida xatosiz deydi. Yana anfal va yamkuru bikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Bu mutan. Ya seni öldürütish ya yurtdan chiqarib o'tish. Lakin yurtdan chiqarib o'tishga shu o'ldirish bilan tang barobar qiladigan eg'ir bir jazo. Shunga kishining yurtida podshoh bo'lsa, bizning yurtida gaday bo'ldi. وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل. اش paylaşma adette bizim cemiyetimizde biz kıkılattan uruş, ötreş, qo'lga istak bir xil jazo shu. Ba'is makchi. Yani bizim diyarimizda var shunda shar'iy mahkamada bo'yicha bardir holat. G'ayribni holat etganda holat. وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف. Umumdan başqa İmam Şafii'nin kidek mesela İmam Abu Hanife'nin kidek turmusalar degandek yoki aqidinda domla qo'llab yurimiz, u qo'llandı qo'llab. Mush qarashdan hamisi o o'lib odatda uzuqmaydigan jazo shariatda unda bir jazo kelmagan. Misol kagina shu o'zini vatandan boshqa yoki palisiga boradi. Yana hozir muallif tarjih qilib o'tiribmiz. Tercih kanunu nihayeti kuchli tercih qildi. Mush jazo, mush faoliyatish bu nihayet eg'ir jazo o'tirishdan tam bo'lgan. Ham shu qaroqchi o'zining shu urug' tuqqanlari, qavmi jamoati, o'zining millati shu bilan xotirjam yashayotgan chog'da shu bilan birga yashash fursatini o'zi buzib, shu qavmi jamoatining xotirjamligini buzib şunu malumunu çekilip aşılar ziyet etken boğazda sen bu nimetin kadrini bilmeden sen de yavaylaça çılgırlardan aşağıdan yaşadığından der muşu kadrini bilmegen kavmi cemaatinden ayırıp halet kılangen. Lakin bu münasip bir ceza. El-Babur Rabi'u fi musqitil vacibi anhu minet tevbe. Qaroqchiga aşında eg'ir jazolar yurgizilish vojib bo'lgandan keyin bu tavba qilish orqali bu jazoni tushiradi dedi. Mush tavba haqida to'xtalmaymiz. Va amma ma yusqitu al-haqq al-wajib alayhi fa inna al-asla fi qawlihi ta'ala illa alladhina tabu min qabl an taqdiru alayhim. Mush oyat asas dalil. Tavba qilib qolsa shu belgilangan eg'ir jazoni tushiradi. Lekin biz yani saqchining qo'li tutilib qilishdan ilgari tavba qilishga, o'zligini tavba qilib kelsa. Lekin tutib bo'lganiga men tavba qildim desa, bu haqiqiy tavba qilmadi, lekin shu o'limdan qo'rqib, qo'li kesilib ketishdan qo'rqib divalda deydi. واختلف من ذلك في 4 مواضع. أحدها هل تقبل توبته؟ توبة قبل قلمه. الثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته. نقول توبسini qabul qilamiz desa qanda qaroqchiligini qabul qilamiz, qaysiligini qabul qilmaymiz. الثالث ما صفة هذه التوبة؟ مش توبة qanda tavba bo'lish lozim. الرابع ما الذي تسقطه التوبة؟ مش توبة qanda jazoni tushiradi, qanda jazoni tushirolmaydi. فإن لأهل العلم في ذلك قولين. Bu hazır ikincisi haqida to'xtaladilar. In qubilat fama sifatul muharib allazi tuqbalu tawbatuhu. Qanda qaroqchining tavbasini qabul qilinsa olimlarning mushmaslik ikki qarashi bor. Qawlun innahu tuqbalu tawbatuhu va huwa ashad. Ma huwa fa inna li ahli al-ilm fi dal qawlayn degan shu hal tuqbalu tawbatuhu degan birinchi masalaning nimasi bor. Maktab salati qo'yib qo'yibdi. Birinchi ikkinchisini tilga oldi. Üçüncü dördüncüsü yok bazı kitaplarda. أحدها هل تقبل توبته dedi. والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته dedi. Üçüncüsü o tutmasına. الثالث ما صفة هذه التوبة. الرابع ما الذي تسقطه التوبة. Bu tövbeden bulduk. Birincisiye qaytaydı. Birincisi qaytsak hal tuqbalu tawbatu degan masalada olimlarning ishqil qarashi bor. Qawlun innahu tuqbalu tawbatu va huwa ashhar. Mashhur am jumhurning qarashi bu.
لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم آيات من أين ديگەن tövbe qılsa qabul qılındı ve qavlun innehu la tuqbalu tövbetun qabul qılmaydı degan bir qarashim bor qala dalika man qal buni deganlar da nimaga asosan dedasi innal ayata lam tunzal fil muharibin yoki lam tanzil fil muharibin bu oyat o'g'ri qaroqchilikda tushgan emas lekin shu murtad bo'lib ketganlarda yoki mushriklar ahdi paymonlashgan mushriklar qaroqchilik qilib tushgan deb qarag'achda ularni tavba qabul qilmaydi deb qaradi musulmon bo'lsa tavba qabul qildi demakchi va amma sifatu tawbati allati tusqitu al-hukma qanda tavba qilib qolsa shu jazoni bekor qilib tashlaydi degan masalaga kelsak فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال أحدها أن توبته تكون بوجهين bunun tövbeti ikki xil shaklda bo'ldi أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام o'zini hokimga topshirishmi saqchiga topshirishmi o'zining qilayotgan qaroqchilikni tashlab yaxshilab ketsa bu tavba qilganlik edi ya'ni yatruki qat'at tariq deydi xudoy ibn ayad bu shunday qilgan qaroqchilikni tashlagan والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا Qur'on tashlab taslim bo'lishi lozim o'z ixtiyorlik bilan o'zini topshirishi lozim deydi وهو مذهب ابن القاسم والقول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ikkinchi qarash qilayotgan qaroqchilikni to'xtatib o'zining joyida uyda o'tirib qulun qo'shnilarga ko'rinib tinch yashashi lozim deydi shunday yashagan chog'da bu tavba deymiz va in atal imama qabla an tadhhara tawbatuhu aqama alayhi al-had uning tavbasi ma'lum bo'lguncha tavba deb qishdan burun yonga olib kelib qolsa belgilangan ig'ir jazoni ijro qilaverdi deydi وهذا وقول ابن الماجشون والقول الثالث إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه üçüncü qarash o'zini topshirsa tavba qilsa o'zini topshirsa u qaroqchilikni to'xtatgan emas beka o'zini topshirsa uni tavba qilib bo'ldi وإن ترك ما هو عليه qaroqchilikni tashlab qolsa lam yusqit ذلك عنه حكم من الأحكام hech qanday jazoni uni tushirolmaydi in ukhida qabla yatiyal imam imomning oldiga ya'ni o'zini topshirishdan ilgari tutib qolsa u qaroqchilikni tashlag'ini bekor uni jazodan qutqizolmaydi dedi va tahsil zalika ana juqda bu gap uzra ketib qoldi buni yig'incha qilsak va anna tawbatuhu qila innaha takuna bi an yati al imam qabla an yuqdar alayhi yani tutishdan ilgari imom o'zini topshirsa tavba qilganligi deyildi bu bir va qila innama takunu idza zaharat tawbatuhu qabla al qudrat faqat yani bir qarash tutulib bo'lguncha uni tavba qilgan alomatni ko'ralsa qaroqchilikni tashlab tinch yashaganligi ko'ralsa bo'ladi va qila takunu bil amrayn jami'an yani bir qarashda bu ikkili ahvol bo'lsa andin masalan qaroqchilikni tashladi ham o'zini topshirdi va amma sifatul muharib alladhi tuqbalu tawbatuhu qanda qaroqchilikni qabul qilamiz qaysiligini qabul qilmaymiz tavbasini yani qanda qaroqchilikni tavbasini qabul qilamiz qaysiligini qabul qilmaymiz fa innahum ikhtalafu fiha aydan ala thalathat aqwal ahadiha an yalhaqa bidar al-harb birinchisi kafirlarning bizlar urushayotgan dushman bo'lgan kafirlarning diyoriga ketib ketib qolsa tavba qilib kelsa qabul qilamiz demak tamom va thani an takun lahu fi'a ikkinchisi buning bir guruhi bo'lib qolsa bir qo'shin qaroqchilar qo'shinlar undan qolsa bu tavba qilib qolsa o'zida qabul qilamiz والثالث كيفما كان له فيها أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق üçüncü qarash onun guruhi bo'ladimi bo'lmamdi yoki kafirlar diyara qechib ketadimi qanday bo'lsa tavba qilganiga qabul qilmaymiz degan qarash واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل
Hamda bu qaraqchining birisi bir qo'rg'onga bekinib olibdi. Taslim bo'lmay. Men o'zim topshirsam uni o'ttiribsizlar degan. O'zing topshir o'tamaylar. Sen amallik bo'lib deyilib qolsa, faqila lahu al-amanu wa yasqutu anhu hadd al-hirab. Shu amallik qilgan ekan, uning amallik bo'ludi va shu eg'ir jazo tushib ketadi. Jazolanmaydi demak. Wa qila la amana lahu li'annahu inma yu'ammanu al-mushrik. Yana bir qarashda uning amallik qilmaydi. Amallik degan mushrikka berilgan narsa. Musulmon amallik qiladi degan gap. Musulmon degan amallik ishli bo'lish kerak ekan. Wa amma ma tusqitu anhu at-tawbatu. Hamda tavba qildi desak, tavbasini qabul qildi. Ham bu tavba ash qaraqchidan qanda jazoni tushiradi, qandan tushirmaydi. فاختلفوا في ذلك على 4 أقوال. أحدها أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط. حرابة جزاء لم شرالي تدبت. ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين. البو قرأتش حرابة جزاء شرالي أش قرأتشلقنا تيغان. قرأتشلقتن باشقا يعني زنا بايشة باشقا جنايتni qilgan, araq ichgan, feron chekkan. Bunda ishni qilgan ekan, hamda to'y qilgan ekan. Mush qaraqchilik qilganning jazosi ham shu yurib ketamdi. Araqning jazosi, zinoning jazosi hamma shu yurib ketamdi demoqchiman. Ular ekan hamda harobidan tavba qilgan ekan, harobining jazosi bekor qilindi, uningdan boshqa qilgan qilmishlikning jazosi bekor qilinmaydi. Araq ichgan bo'lsa, zina qilgan bo'lsa jazoni jazolavermaydi. Lekin harobining jazosi tushib ketdi deb. Endi yana boshqa bir odamni masalan o'ttirayotgan bo'lsa, qaraqchilikdan boshqa urush qilib o'ttirayotgan bo'lsa, qisas masalasi, uni qisasini ijro qilavermaydi dedi. Yani bu yerda jinoyat degancha qaraqchilik jinoyati unda bo'lib ketdi. Bosh jinoyatlar qarta jazoni yo'q demoqchi. Va huwa qawl Malik. والقول الثاني إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله. حد الحرابة ما شروطه يعني الله تعالى حق بوغان جزاء شروطه مثلا زنا والشراب والقطع في السرقة. الله تعالى حق ده قرآن تقدر البته اختلاف بان الله شرك مسلم قرآن يتوزع إلى توقف ديال مغانك. Kim tövbe qilib etangiz? Bu anda şunun bir islah qilib, musulmonlar jamoati qatib, yaxshilab ketsin deb yo'l etish uchun munosib qarash. Yani onun ishkini taqotif bilan haroba jazosi tushib ketdi senda. Lekin zina qilganga chamba kesak qilamiz, araq ichganga 80 dar uramiz, o'g'li qilgan qo'lni kesamiz desak, bu kelmaydi. O'zini topshirmaydi. Yani o'lganmadi. ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء. حقوق الإنسان بلقاسا بندنا حقوق بلقاسا إسلام برسنة تريد بوس قصصنشو ألماس. مال ملكنا إلواغم بوسا مال ملكنا فايترش لازم إلا أن يعفو أولياء المقتول. فقط لا هم ده ölgücünün ki ilgileri apoklu tıklarsa kısas çıkıt. Bu olmasa kısas çıkıt maydu. والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله. توبة ديان الله حقنا همنا بكاء قيودان. ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم وإلا تتبع ذممهم. عندن başkalarının kendini tökken bolsa, bu hirabadan başka ahvalda, qaraqchilik qilishdan boshqa ahvolda birisini o'tdagan, zahmalantirgan ahvol bo'lsa, mol mulkini ayirgan ahvol bo'lsa, shu mol mulki quldi bo'lib qolsa, olimiz deydi. Wala tutba zimamum, lekin sen gardinga qarz qildi, keyin boyog'ancha to'laysa demaymiz. Gardinga otib qo'ymaymiz. Bo'lsa olimiz bo'ldi, yo'q bo'lsa bo'lib ketdi. والقول الرابع إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدمين من مال ودم. هم جنايتين كان جزاء لابن بكاء قيودو توبة ديتا إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. فقط لا عند
Kishilarning mol-mulkini o'ylab, shu mol-mulkka shuni qo'lda aynan saq bog'lagan bo'lsa, ma'lum falanligini deb aytamiz. Uning boshqa jazolarga ish yo'q. Hammani tövbe juyutudur. Tövbe başının tutulur. Endişe bakıyorlar, Müslümanlar olayını çıkılayan, tatbikan kadarında. Ya. Çünkü bu haddini zaten bekar kılıp hiç bana yolu. Teşfa'u fi haddin min hududillah. Bunu icra kılış vacip. الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية؟ مش جناية نمولا اسفلندون. وأما بماذا يثبت هذا الحد فبالإقرار والشهادة. وما إقرار لشلان نم بلانسلق قيغان قرقسلق قيغان تمرينك إقرار لان yana boshqalarning guvohchilik bilan isbotlan. Biz karvonda ketyapti, avtobusda ketyapti, falan ustani qurolliq avtobusdan oldin to'satlan avtobus chiqib bir necha yildan o'ttiryapti, undan so'ng yanchiqlarga pulni olib ketdi deb avtobusdagilar guvohlik qilib qolsa, bu jinoyat isbotlandi. Va malikun يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم. Yani İmam Malik cumhurdan ayrılıp çıkıp bulan talan kılınganlar, zenkesi uçurganlar şunu guvalıp alsa ispatlandı. Mesela bir abdüzliklerini bulgan bolsa, şu abdüzlikler hemmesi bir plan sakçıga. Biz hemmeden guva, falan tutan çıkıp abdüzliklerini bulur de guvalıp alsa hesap buldu dedi. Asli hesap bulması gerek. Çünkü bu davagarlık o. Aynı vaktan davagar hem guvaç bulunmuyor. Yani tabi yakın tutkunu olup kalsın davagarga, onun guvalık bulunmuyor. Mesela balısının dadısının balısına. وقال الشافعي İmam Ahmed bin Billah تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه. İmam Şafii de şu yolda mangan hamralar guvalık bası buldu, makul dedi. Kaçan ularning milni bulunman bo'lsa, ular zengesi pishman bo'lsa, ular boshqa odamdek. Munosabatsiz bir odamdek shu voqeani ko'rganlar. Bizga chaqilmadi, ma'lumki pul-mollarni bulab ketdi deb guvohlik qilib qolsa, qabul qilinadi. Wa tathbutu 'inda Malik al-hirabatu bi shahadati as-sima'. İmam Malikning nazarida shu qaroqchilik jinoyati qir ketishidan isbotlanadi. Hammadan bir falonlarni qaroqchilik bulabdi. Deb qaroqchilik mashhur qaroqchilik bo'ldi-ku. Davomli qanday turadi. Sima deganimiz istifoda deydi. Keng taqib ketgan xabar. Hammadan shunda anglab bilib ketgan xabar. Shuni ularga isbotlandi. Odatda vaqtni shunda isbotlash yo'li bor. Masalan, bir vaqtning o'yincha jinoyatlarini qonmagan. Masalan, aytganmasdi degan. Aytganmasdan hozir o'yincha tepilsin. Aytganmas vaqt. Yani hammadan biladi bu masjidni. Shunami? Yani kim birisi masjidni chaqib, binada buni salom desa, bu vaqf deymiz. Ya salomlaysa, bu vaqf deymiz. Qani isbotisi biz isbot topolmasakmi, lekin butun o'sha shahar xalqi hammasi shunda bilib ketgan bo'lgan ekan, mush hisob qiladi. Sima degan, ya'ni istifoda degan gap. أصل في حكم المحاربين على التأويل. المحاربون على التأويل يعني بلان باغين بغاة يعني خوارج بغاة بلان ده بلان طلب قلمان أدام تمان ده تشكنواس سياسي düşünüşe başlıyorlar ya ma hakikte yani bizden ondan okumuş doğru da ya bazı bir ayetin hadisine hata düşünüp yaxshi niyatlar unda xato nima qiladi? To'planishlar. Ayni o'qituvchilar, to'planuvchilar, xavorijlar. Yani ko'ngilda bir shubha bo'lib, shu asosdan qaroqchilik qilganda yo'l to'sadigan yoki bir kuchsizlikdan avronni qiladi. Va amma hukmul muharibin ala at-ta'wil, bu bag'iylarning hukmi bo'lsa,
فإن محاربهم الإمام ulardan tutuştuğu adam şu Müslümanların reisi. فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة. Ularning birasidan tutulib qolsa, Müslümanning podshosi. Urush bo'lgan holatda o'tirasi bo'ldi. Lekin urush to'xtab qolgan, asirish bo'lgan holatda uni kallasini bosib bo'lmaydi. فإن مالكا قال إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين. أما ko'pchilik olimlar unda urush to'xtab qolgan bo'lsa asirga olganlar shunda bag'rini o'tirasi bo'lmaydi dedi. Imom Malik buni o'tirmay qolsa bu yana shu o'zining guruhini kuchlantirib uni hamkorlashib ham shuni sabab qilib bo'lib qolsa o'tirasi bo'ldi debdi. وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب عند urush to'xtab qolgandan keyin asir tushib qolsa xavorizm bizsa فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته. Bunun hükmü o'zining shu bid'at zalolatiga tashviq qilmaydigan, o'zi bir bid'at ismi qilgan, lekin boshqalar tashviq qilishmaydi, o'zi bilib bunda yashaydigan qiyla yustata. Ba'zilar bu hukmni bo'lsa buni tavba qilishni talab qilmaymiz. Fa in taba va illa qutil. Tavba qilsa tavbada, bo'lmasa o'ldirildi debdi. Yani bu niyada al-bid'i allazi la yad'u ila bid'ati degan shunda iymon e'tiqodga bid'atni ko'rsatdi. Masalan Jahmiya degandek, shunda Batiniya, ayna degandek Nusayriyya, bunda toifaning e'tiqodiy bid'at nima qilsa, shuni o'tiribmiz deyapti. Tavba qilamiz, tavba qilsa qilishni istaymiz. Bundan keyin ashbag'ini manda qildirimiz, tavba qilmasa o'tiribmiz deganlar bor ekan. Va qila yustatabu fa illam yatub yu'addab va la yuqtab. Yani bir qarashda tavba qilishni talab qilamiz, tavba qilishda ustidan. Tavba qilmay qolsa o'tamaymiz degan adablab qo'ymaymiz debdi. Va aktharu ahli al-bid'ah inma yukaffaruna bil ma'al. Yukaffarun mu yukaffirun? Yukaffarun. Yukaffarun. Ahli bid'atning ko'p qismi bular oxir natija bilan kafir deyiladigan bo'ladi. Yani shu qilgan ishi o'zi undan kafir deyiladi bo'lmasmi? Mash qilgan ekan, bu munda bo'ldi, unda bo'lgan ekan, munda bo'ldi, kafir bo'ldi deb, munda necha bosqichdan keyin kafir deyiladigan kishilar bo'ladi. Vaqtulifa qawlu Malikin fi at-takfir bil ma'al. Nima esa bu yerda? Bu yerda nima ekan? Demak, bag'iylar o'zi bir kafir emas. Lekin shuni bak cho'nqirlab ko'zlab nurib ketsak, bu oxirida kafir disi digildiga yoki bir taqilishi mumkin edi. Marja nima? Masalan, bu ba'zida unda deydi, masalan, tamaka harom. Tamaka bilan namoz o'qisam, tamaka ta'tun shunqitdi. Namoz durust olmaydi. Namoz durust olmaydi degan gap, namoz o'qimadi degan gap, namoz o'qigan kafir, undan tamaka chekkan kafir. Degan munda chiqarishadi. Shu demak, buni xalqlarga yana kafirlikdan o'ttiraymiz demakmi? Maqsaddan. Niyada tavba qilishni talab qilamiz. Xuddi murtadga o'xshash. Sen tavba qil. Tavba bo'lsa tamom. Tavba qilmasa qilsin Alloh. Ma'alga izdinib. Demak, bu anda bu bid'atchi shu bid'at ishini o'zini qarasa, undan kafir deb bo'lmaydi. Lekin buni bunda so'rab qilib oxirida urib taqsa, kafir engab chiqib qoladi deydi. Davom ekan, yani tavba qildirish degan mishalni kirdi. İmam Malik hamda oxirgi natijadan kafir hisoblaymiz degan masalada qarash o'xshash bo'lmay qoldi. Va ma'na takfir bil ma'lum. Ma'al bilan kafir deyish deganning ma'nosi nima? Ma'alga ala, ya'ni raja degan ma'noda. Ya'ni eng oxiri berib na qaytadi degan. Yani kafir degan bironda oxirda deganning ma'nosi annahum la yusarrihuna bi qawlin huwa kufr. Kufr bo'lgan so'zni aniq demaydi. Mesela Almaniyalar hozir Allah'ın tanımayı var, Resul'ün tanımayı, Kur'an'ın tanımayı degan qilmaydi bular. Lekin ha chiroyli
bilganini qilib, bu Qur'on, bu islom qonuni, bu nima degan, bu yuqori narsa, bu kunlik turmushda sen buni ijro qilding, nima qilding deb bunda so'rab uni desam qilsam bo'lmaydi. Uni ichra taksiga qo'yishing lozim. Yani masjidning ichiga qo'yishing lozim. Ko'chaga chiqsam bo'lmaydi. Uni hurmati uzgan bo'lsa deydi. Lekin oxirida tekshirib kelsak bu kafir chiqadi. Almani degan kafir. Kufr oldigan siz eni bundan gapirmaydi. Walakin yusarrihuna bi aqwalin yalzamu anha al-kufr. Lekin ashuna bir gapni deydi. U gapninki lozima kufrlikni taqozo qilgan so'z. Va hum la ya'taqiduna zalika al-luzum. Lekin bular bu so'zimizda unda kufrlik kelib chiqmaydi deb turadi. Yani Almani degan kufrlik emas. Bu to'g'ri islom bu deb turadi. Wa amma ma yalzamu haula min al-huquq idha dhufira bihim. Yani ashu xawarijlar bag'iylarni tutib olgandan keyin qanday jazolashadi? Fa hukmuhum idha tabu alla yuqam alayhim haddul haraba. Bu tavba qilsa uni haddul haraba ijro qilmaydi. Tavba qilgan keyin uni jazolanmaydi. ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه. Ulardan burun anlaşında bulan qilgan yoki urushib o'ldirib bo'limi. Xajlatga mal-mulk qolsa, uni topshirsa deb gadini qarz beradi. Faqat qo'lda saq bog'lab qolsa, shu egasiga qaytaramiz. Wa inna ikhtalafu hal yuqtalu qisasan biman qatala ashula adamni o'tirgan bo'lsa, o'tdaganlarning qarshiligida qisas qilib o'ldiriladi. Faqila yuqtal va qawla ata va asbab va qal mutarrif va ibn mashun an malikin la yuqtal. Demak bular o'ldirildi, o'ldirilmaydigan qarash bor ekan. La yuqtal degan qarashni va bihi qala jumhur debdi. لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة. Lekin yani qisosan o'ldirdi degan qarash shu jalliq bo'lish kerak. Masalan, xavorijlar Ammar ibn Yasirni o'ldirayotganga Hazrat Ali xavorijga dastlab ular tegish qilmay, hujum qilmaydi. Sizlar Ammar ibn Yasirni o'ldirayotgan qotilni topshiringlar desa, kulluna qatalahu deb turadi. Bizlarimiz o'tadimi? Ammo o'tadimi? Undaqsa hammani o'tlasam bo'lar deb so'ngan azizlari bo'lib tegish qilib, albatta o'zini qo'shinlar qurollar. Yani uni bizdan Kalistondan sunni qilmaydi. Shu qo'shindan hujum qilgan. Hujum qilgan ekan, ashunning hammani o'tdi. Musulmondan bir odam bo'lgan. Bu qo'shin Hazreti Ali'nin aşı Kufa, aşı Basra tarafdaki valisi Ammar ibn Yasirni tutup bağlab kelib mangan. Mangan ekan bir zimmining big'idan o'tgan. U tövbəsinin adam aslında. O'tgan ekan bu askarlar oldirib uzunni uzib yegilib olgan chaqda xavorijlar bular shunda askarlarning qilni ilg'ab o'pibni o'tmaydigan haq bo'lg'achqa bular qo'y to'xtanglar, payg'ambarlarning ahdisini zimmisini saqlanglar. Yani payg'ambar alayhissalom zimmiyliga ahdi payg'ambar. Uni vafot qilishi ilgari ihfazuni fi zimmati deb qabulgan, vasiyat qilgan. Yani men ahdi qilgan ahli zimmatga chaqilmanglar demoqchi. Rasulullohning taqdiri shu. Qo'y to'xtanglar, bu zimmiyning mal-mulki chaqilmanglar. Payg'ambarimiz vasiyat qilgan. Degan chog'da Ammar ibn Yasir bir musulmonning qini va hurmati va zimmining uzumidan texan qadrlar. Sen uni bog'lab tutib o'tdamoqchi. Ammo zimmining uzumiga chiqilmoqlar dersa. Degankan, shundan undasa deb bo'g'izlatgan. Zimmining uzumiga chiqilmoqlar da bir musulmonni bo'g'izlatgan. Shu xavorijga shu. Qanday andan bular Nahravan degan joyga borgan chaqda Hazratlar Ammar ibn Yasirni qasimni o'tayam bo'lsin, qotilni topshiringlar. Yani qotilni topshiringlar degan, qotilni qisosan o'tirma degan. Buna
o'ktamni qilib topshiriq bo'lmay hammadan tam o'tadi buni deb turadi. Qanday qilib aytdingiz? Shuna amma o'tadimi? Amma o'tadi. Undasa vuradi deb hammani qiladi. Bir so'm qolmayapti. Musulmonlar bir odam o'lmagan edi. Asosan yo'qtal desak to'g'ri bo'ladi. Ammo jangda kimni o'tadi, uni qo'llanmagan mudda o'lgan bo'lsa, asosan avval bo'lmaydi. Agar muayyan bir odamni o'tirib qolgan bo'lsa, shu o'tgan qotilning qisasi o'lindi. لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة. Yani bu küfür tarafından oturandı o tamam diyen ne közlü tutup kısas olmaydı dikti. Lakin kısas işte kısas tarafından oturmaz. Lakin kafirde bu tamam mı? Ha? Nihayetten kafirde oturmaydı o dikti. Kafirde oturmaydı doğru. Ne için? Asluhu qitalus sahabe. Bak hata şunu kılıp aslında urushgan bo'lg'achqa uni kafirda ketilmaydi. Masalan, sahaba kiramlarni xato shuni qilib bir-birlar urushga ahvol bor. Hazrat Muaviya, Hazrat Ali bilan urushdi, Hazrat Aisha bilan urushdi, Hazrat Ali shunda ahvol bo'ldi. Unda Xavarij bilan urushdi, nima? Unulan uni kafir deyilmaymiz. Wa kadhalika al-kafiru bil haqiqati wal mukadzzibu lil mutawwil. Yana kafir degan haqiqiy Allohga ishonmayman, Rasulga ishonmayman, Qur'on degan Allohning kalami emas deb payg'ambarni va Qur'onni yolg'on chiqargan shu kafir. Lekin bunda ba'zi bir narsani o'ylab qilib, ta'wil qilib, xato tushunib qilib, yoki shululab qilib, nima desa, uni haqiqiy kafir deb kelolmaydi. Ba'zi bir kallasga o'tmagan yerlar bo'lib qolsa, shu ish bilan kafir deb kelolmaydi deydi. Men Ibn Rushdniki gunoh kabir qilgan kishilar kabir demay faqat dindan tanilishlar. Ha. Kabir bilan kafir demaymiz. Hozir nima mushu jinoyat hirobi jinoyati. Bag'iylik jinoyati. Buni agar bo'lsa-mu, buni bilan kafir bo'lib ketmaydi. Xavorijlar shunda kafir demaydi. Hazrat Ali biz shaqqamiz bundan to'smaymiz. Masjidlar ichida to'smaymiz. G'animatdan 5dan 1ni taqib turib sizga nisyon taqib turgan bo'lsa beramiz. Endi bunlar ayollarni unda o'lja qilmaydi. Kafirlikni sababi bo'lib, bunun ayolini qo'yib turadi. Qo'l qo'yilmaydi. Endi buningga jangda yaralangan, shadulab qolgan, yotganlar bo'lib qolsa, keliblar qonqon etibdan o'tiradi. Yana doktorxonaga turib davolatadi. Lekin kafir bo'lib qolsa, yerda yotgan bo'lsa, aytasi bu. Babun fi hukmul murtad. Wal murtad idza dhufira bihi qabla an yuhariba. Ana murtad musulmonlar jamiyatida yashovdi, vaqt dindan chiqadi. Dindan chiqayotgandan keyin musulmonlarga qarshi bir kuch bo'ldi. Urushi mumkin, urushmay turishi mumkin. Lekin urushdan ilgari to'g'ri qolsa murtad. Fattafaqu ala annahu yuqtalu ar-rajul liqawlihi sallallohu alayhi vasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Kimki dinni almashtirsa, islom dinidan chiqib qolsa, uni o'ldiringlar deb buyurdi. Sahih Buxoriyda hadis. Vaqtalafu fi qatl al-mar'ati. Endi ayol kishi murtad bo'lib ketib qolsa, o'ldiriladi. وهل تستتاب قبل أن تقتل öldürülüşte ilgili tevkkalda fırsat verilemdi. فقال الجمهور تقتل المرأة. Ayol kişini öldürmez dedi. وقال أبو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية. Bu da asli kafir bir ayol olsa, bu canında mesela ayoldan ötemez, kafirlik hagen fırsatını boğuşta ötemedi. Nadi bu murtad ayolunu ötememez dedi. والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك. العموم الوارد في ذلك جناش من بدل دينه فاقتلوه. من diyen söz من ألفاظ العموم. Kim ki dinle almışsa er olsun ayol olsun diyen boğan iken öldürmez dedi. Diken bu şu harabı kılmagan ya ki şu murtadlik azgın küfür ideyası teşvik kılmagan olup varsa
Bazı alimler bunu ayırıyor. İslam dininden çıkıp özünün azgınlığı toxtumay teşvik kılıp başında kuşayılgan bunda bulup kalsa bunu öttürmez. Lekin İslam dininden çıkıp özünün aşılan başka o azgın fikrini teşvik kılmay yürüyen bolsa ötürmemiz. Sen İmam İbn Teymiye şu karşını tercih kıldı. Gerçi bu hadisden mazahir lafzıya kılap olsun. Abu Hanife aslında murtadın hükmü avazını olan mecburanın asasında murtad olsa alımla münazir veriş. Şu istatar diyen asas. Onun olmaya kalsa 3 gün umasından kıynamasından turmakta ölüş gibi Fırsattıreş. Onun Abu Hanife fakat ölgüce tövbe tek turmakta turmuyordu deyken Cumhurbaşkanı 3 gün dikirtindeki mandat. Meğer de bak tefsirat çimay. Şundan noktattu. Ve şedde kavmun fekalu tuqtalu ve in raca'atul İslam. Bula bak şekilde aşırıtıp İslam'ı kayıt kıyasın mı ayal? Üttürütmez. Ve emmel istitabatu fe inne maliken şarata fi katlihi zâlike ala ma ravahu an Umar radıyallahu ta'ala anhu. İstitaba tövbe kılışın tarafı. Tövbe değil denizli. Bunu da İmam Malik aşını öldürüş için tövbe kıl da tövbe kılışına fırsat veriş şart etti. Tövbe kıl demeydir o. Fırsat vermeydir öldürmemiz etti. Tövbesi öldürdüğünü degen bu anladım. Ya. Şarata fi katlihi el-istitabe. Dalik diye el-istitabe. وقال قوم لا تقبل توبته توبة بكارته وأما إذا حارب المرتد عند مرتد öz dinine murtad bilan tumay zıt kısmay bu Müslümanlar cemaatiga qarshi harakat etibdi. Ya icazatni tashviq qilib azg'ulib yoki boshqa kafirlar safiga qatlib musulmonlarga urush ichib bunday qildi. وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه محاربة قيغان مرتد لبقاسا قلوش بقاسا فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب تلقم ملم اترتمسن bu hazır özünki azgın diziyasiga tashviq qilib musulmonlar ziyon urush uchun harakat qilgan jang e'lon qilgan murtad buni tavba talab qilmaymiz debdi. كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب. Yani bunun Müslümanlığa karşı uruş eşi İslam diyarı olsun ya ki kafirlar diyarına muharib kafirlar diyarına kaçıp gidip şu yerde teşvik etsin. Mesela Mısır'daki bazı meyada murtad hüküm kılan Abu Zeyd'ike Mısır'da murtadda hüküm kılan iken İspanya'ya göre şu yerden İslam'a karşı teşvik kılan. Abu Sabur Şahin Camiatul Kahire'de tutuşurken dava edip mahkeme Mısır'da murtadlık hüküm kılan. Abu Zeyd'de bir profesör var. Salman Rushdie Pakistan'da benim Resla Akarat murtad olan dikin. Nasıl İngilizce mi? Aslında gerek mi? İngilizce yaşayıp çoğun olmalı. İlla Müslüm. Fakat Müslüman bulup kalsa bol değil. Yani özü Müslüman bulup hep kalsa. Lekin Müslüman kolunu çıkıp kalsa sen tevakkülümü der şu otarım. Kalısından kısayım. وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ. Yani Müslüman bulup kalsa kandan kılmaz. Tutuştan ilgili olsun turun salap boğanınken Müslüman bulup kalsa. فإنه يختلف في حكمه فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي. Yani o kafirnin küfür diyarda kafirlerin sebebi katıp ketip murtadulab, eşrululab billah yaşayan bolsa o çağda Müslümanlar düşman kafirga o'xshashdi. Harbiy kafirga o'xshashdi. Müslüman. Harbiy kafir Müslüman bo'lib qolsa qanday qilib turib? Latba alayhi fi shay'in. Unuga hech ish kelmaydi dedi. Mimma fa'ala fi hal irtidadihi. Yani murtadlik
muddatida murtadlik holatida qilgan qilmishlari surish qilinmaydi dedi. Mas'uliyat kelmaydi. Wa amma in kanat harabatuhu fi dar al-islam, musulmonlar diyarda ashunda musulmonlar qarshi harakat qilgan murtad bo'lib qolsa, fa innahu yusqitu islamuhu anhu hukm al-harabati khassatan. Uning musulmon bo'lgani haraba hukmini, haraba haddini bekor qilib tashlaydi dedi. Boshqa emas. Wa hukmuhu fima jana hukmul murtad idza jana fi riddatihi fi dar al-islam thumma aslam. Buning hukmi qanday bo'lsa, murtadning jinoyatiga o'xshash deb qaraymiz uning jinoyatini. Murtadlik holatida islom diyorida jinoyat qilib, masalan, birisi murtad bo'ldi. Dinni yurtdan birisi o'tiribdi, o'g'il qildi, zina qildi. Bunda qilganiga kim musulmon bo'lib qoldi yani? Men musulmon bo'ldim, tavba qildim deb qolsa, vaqad ixtilafa ashab Malik fi. Imom Malikning shogirdlari mushunda bir ahvolda ixtiloflashib qoldi. İmam Malik'te ina kursus kelmagan, şunun shogirdlari ixtiloflashib qoldi. Faqala hukmuhu hukmul murtaddi man i'tabara yawm al-jinaya. وقد اختلف أصحاب مالك فيه degan kim haqida ixtiloflashdi desanglar, man kanat harabatuhu fi dar al-islam, shunda ixtiloflashdi. Musulmonlar diyorda murtadlar anda musulmonlar qarshi urush qilib, kim musulmon bo'lgan kishi bo'lib qolsa, bunda Imom Malikning shogirdlari ixtiloflashib qilib, hukmuhu hukmul murtaddi man i'tabara yawm al-jinaya. Jinoyat sodir qilgan chaqdagi qilmishlari bo'lgan ekan, bu murtadning hukmida, murtad o'xshash muomala qilibdi. Va qala hukmuhu hukmul muslimi man i'tabara yawm al-hukm. Endi hukm chiqargan kuni bu musulmon tushunama. U joyda musulmon bo'lgan ekan, musulmon bo'yicha muomala qilmaydi debdi. Ya'ni jinoyatga qarta jazolaymiz demoqchi. Musulmon deb hukm qilsak, ya'ni bu asl musulmondir. Shunda bir arliqda murtadlar yana qancha musulmon bo'ldi. Bu arliqdikini, bu qilmishini shuni qarta jazolanib jazolanib. Shu murtad qildi, zina qilgan masalan, o'g'illikka aroq ichgan desak, jinoyatni sodir qilgan chaqqa qaraymiz deganlar. Bu chaqda bu kofirdir. Kofir olgan bu la etma ta'zim ba'dal kufr. Kufrlikning boshqa unda gunoh emas. Lekin bu chaqda uni hisoblamaymiz, jazolamaymiz demakchi. Yo'q, mushtardan musulmon deb hukm qilmaymiz. Chunki biz eng oxirida buni hukm chiqargan chaqda bu musulmondir desa, shu arliqda qilgan qilmishi qarta jazolaydi. Chunki musulmon qilgan bo'lsa, jazolaydi. وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر. Sergarning hukmidami ixtilof chiqib qoldi. Yani bo'lmon shu murtadliga, bag'iyliga qachiribdi. Bu asli Kitabul Qisosda bayon qilingan. Ajrab bir deb o'tibdi. Ser bilan boshqalarni o'tirash, zahar bilan boshqalarni o'tirash. Sahirning hukmida ixtilof chiqib qoldi. Yani ser degan narsa bormi yo'qmi deganda ma'lumotlar ixtilof. Masalan, boshqalarga afsuni qo'l, damsilib yoki tugunchakka bir narsa o'qib, yezib, ser qilish orqali birisiga ziyon bo'lmoqchi. Bunda bir serga bo'lib qolsa, bunga qanday jazo beramiz? Faqala Malik yuqtal kufran. Imom Malik kafir deb qarab o'tirtmaydi debdi. Xuddamda murtadning hukmida degan bo'lg'achqa meyaga keldi. Vaqala qavmun la yuqtal. Ba'zi olimlar o'ltirilmaydi deb qaradi. Ba'zi olimlar o'ltirilmaydi deganlar unda tafsiriy bayon qilib buni. Manda bo'lib qolsa o'ltirmas. Manda ahvol bo'lib o'ltiramiz deb. Wal aslu an la yuqtala illa ma'al kufr. Endi asli qoida islom shariatininki qoidasi bo'yicha qanday bo'lish kerakda? Shu kufr bo'lsa o'ltiriladi. Kufr bo'lmasa uningga boshqa muvaffaqiyatlar jazo beradigan qoida bor. Ya'ni bu muallif hozir o'tamiq degan qarashni tarjih qilgan. Lekin sehr bor, sab'ul mubiqatning ichidagi eg'ir jinoyat bo'lsa, ittaqus sab'ul mubiqat, nima? Unisi sehr bor. Akl mal yatim, qazful muhsanat, qatl nafs va akl riba,
والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.